GAI xodimi sizni spirtli ichimlik ichganlikda ayblayotgan bo'lsa, nimalarga e'tibor berish kerak? Misol uchun, yo'l patrul xizmat xodimi sizni to'xtatdi va sizni spirtli ichimlik ichganlikda ayblamoqda. Bunday holatda siz yo'l patrul xizmat xodimidan maxsus moslama, ya'ni alkotesterning ishlash tartibi va uning sertifikatini talab qilishingiz mumkin. Bo'lib o'tayotgan holatlar yo'l patrul xizmat xodimining body kamerasi ishlayotgani, ya'ni ushbu holat tasvirga olinayotganligiga alohida e'tibor bering. Agar body kamera mavjud bo'lmasa, ushbu holatlar kamida 2 ta xolis ishtirokida amalga oshirilishi shartligi belgilab o'tilgan. Agarda alkotester natijalari havodagi etanol spirtining konsentratsiya ko'rsatkichlari 0,135 mg bo'lsa, demak, GAI xodimi sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishi mumkin bo'ladi. Bunday holatda siz uning, ya'ni alkotester natijalaridan norozi bo'lsangiz, ushbu hududdagi, ya'ni yaqin hududdagi tibbiy muassasaga borishni taklif qilishingiz mumkin. Demak, siz mana shunday ma'lumotlarni Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarorining 36-bandidan bemalol tanishib olishingiz mumkin.